أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من الراشدين. alloh taoloning iltifoti bilan sura baqaraninki tafsirini o'qib ketyapmiz. Sura baqaraninki 89 oyatiga keldik. Bu oyatlarning hammasida alloh taolo shu yahudiylarniki qilmish etmishlarini so'zlayotidi. alloh taolo deydi: Estaizu billah. فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم فكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Ularga Allah tarafından ulardaki kitap, yani Tevrat'ta tasdiqlaydigan kitap, yani Kur'an nazil bo'lgan chaqda unga ishonmadi. İlgari ular Muhammed Aleyhisselam'ni vasıta qilib turib, kafirlarga qarshi o'zlariga yordam kelishini tilaydi. Ular bildigan, ya'ni Tevratda sifatida bayon qilingan payg'ambar kelgan chaqda uni inkor qildi. Alloh kafirlarga, ya'ni payg'ambarlarning tuganchisini inkor qilgan yahudiylarga la'nat qildi deydi. Ya'ni وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ. Ularning tarafidagi narsani tasdiqlaydigan degan ularning tarafidagi narsa Tavrat demoqchi. Shu Tavratni tasdiqlaydigan kitob kelgan chog'da, Tavratni tasdiqlaydigan kitob o'sim Qur'ondir. Yana mushta kelgan chog'da ular buni inkor qildi, ishonmadi demoqchi. Lammaning javobi miyada mahsub hozir. Ve kanu min qablu. Ular ilgili, yine Muhammed Aleyhisselam kirişten ilgili yesteftihuna degan, yestemsiruna degan bo'ldi ekan. Yardım talab qiladi, kufrlik qilganlarga qarshi. Boshqa mushriklarga qarshi, kafirlarga qarshi Muhammed Aleyhisselam kelsa, biz onunla birleşip sizlarga qarshi urush qilamiz deb ashuna ig'zajat ekanimdi. Ular deydi ekan: Allohumma nsurna alayhim bin nebiyyin meb'uthi ahirez zaman. Ey Allah, yine ahir zamanda evetilgan peygamber bilen şu müşriklerin kafir boğalarga karşı bizge yardım bergen deydi ekendik. Ama Muhammed Aleyhisselam ular bildiğin dersini ep kelgen çağda deydi. Ular bildiğin yine hakikat ne? Yine Peygamber Aleyhisselam'ın evetilişinden ibaret, Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber bulup evetilişinden ibaret muş hakikatni ep kelgen çağda ular o peygamberge kafir oldu, kufurluk kıldı. Nima uchun desa, hasad qilganlik yusidan birisi, yana birisi o'zlarining qo'lidagi raislikning yo'qolib ketishidan qo'rqib deydi. Endi avvalgi lammaning javobi uningga ikkinchi lammaning javobi dalolat qiladi deydi. Yani ikki lamma va hozir biz o'qib ketgan oyatlarda. Biri valamma ja'ahum kitabun min indillah. Yana biri falamma ja'ahum ma arafu. Birinchi lammaning javobi mahsub bo'lgan tayyorda. Şu mahsup bo'lib ketgan javobni biz nereden bilalaymiz desa, ikkinchi lammaninki javobidan bilalaymiz. Ya'ni ularga Payg'ambar alayhissalom ular bildigan shu haqiqatni olib kelgan chog'da u payg'ambarga kufrlik qildi dedi. Demak, ilgirki birinchi lammaning javobimi shu ularga Alloh tarafidan shu Qur'on nozil bo'lgan chog'da uni kufrlik qildi degan ma'no chiqadi demoqchi. Fala'natullohi alal kafirin. Kafirlarga Allohning la'nati bo'lsin. Bu yerdagi kafirlarning biri shu payg'ambar alayhissalomniki payg'ambarligini inkor qilgan shu yahudiylarga demoqchi. Bi'samashtarau bihi anfusahum. bi'samashtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallah baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. Yani Yahudilerinin Allah nazil kılgan Kur'an'ı inkar kılışı
Allohning o'z fazlini, ya'ni payg'ambarlikni xohlagan bandasiga tushirganligiga hasad qilish yuzidandir. Ularning o'zlarini, ya'ni iymonini kufrga setishi ajab yomon ishdir. Ular üst-üstiga g'azabga tegishli bo'ldi. Kofirlar xorlovchi azobga duchor bo'ladi. Ya'ni bi'sama ishtarav degan ishtarav mishal ba'u degan ma'noda deydi. Yani ularning o'zlarini setayotgan narsa nimaga yomon? Yani o'zlarini deganda maqsad hazzaha minat savobi debdi. Yani o'sha savobdan bo'lgan shu nafslarning ulushini setyapti bola. Bu yerdagi ma nakir bo'lib shay'an ma'nosida deydi. Yani bi'sa shay'an demek ekan. Bu bi'saning fa'ili uchun bir tamiz. Bi'saning fa'ili uchun bir tamiz bo'ladi deydi. Vel mahsusu bizzam. Yani söküşke xas kılınan bir ma'no. Yani bi'sa degan bi'sa ni'ma deydigan fe'llar var mesela. Bi'sa bo'lsa al maxsus bizzam. Ni'ma degan al mamduh deymiz ham deydi. Maqtashqa. Al maxsusu bil madh. Yani ni'ma bo'lsa nima degan yaxshi, nima degan go'zal degan ma'noda bo'ldi. Bi'sa bo'lsa nima degan yomon degan ma'noda. Yani ularninki o'zlarini setayotgan narsa. Nima degan yomon? Ularning kufrlik qilishi. Allah nazil qilgan narsaga kufrlik qilishi. Yani Allah nazil qilgan shu Qur'onga kufrlik qilishi, e, Qur'onni inkor qilishi Allohning o'z fazlini xohlagan bandasiga tushirganligiga hasad qilish yuzidandir. Bu nimaga yomon? Yani bag'yan degan hasad qilish yuzidan. E, Bu yakfuruninki maf'ulun lah deydi. Ay yakfuru. Yani kufrlik qildi nima sababdan desa, hasad qilish yuzidan demoqchi. Nimaga desa Alloh taolo o'z fazlidan xohlagan bandasiga tushirgan narsaga hasad qilish yuzidan. Yine ay yunazzilalloh deb ikki xil o'qis bo'ldi debdi. Alloh o'z fazlidan tushirgan narsa nima bo'lsa vahiy deydi. Vahiyni o'z fazlidan tushirgan. Ala men yasha'u risala. Xohlagan bandasiga, ya'ni risolat uchun, payg'ambarlik uchun tushirgan vahiyga. Min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab. Ular Alloh tarafidan kelgan g'azab bilan qaytdi. Ularning shu Alloh nozil qilgan narsaga kufrlik qilganligining sababi bilan Alloh tarafidan kelgan g'azab bilan qaytdi. G'azabning ustiga. Yine g'azabning ustiga g'azab bilan qatma-qat g'azabga loyiq bo'ldi, tegishli bo'ldi demoqchi berimni. Bu yerdagi bighadabin degan birinchi g'azab bu yerda nakir kelganiga ta'zimni bildirdi debdi. Ya'ni nihoyatda cho'ng buyuk bir g'azab bilan qaytdi demoqchi. Ular bunga ilgirimi loyiq bo'lgan edi. Va ikkinchi g'azabni, ya'ni ilgari ularga shu loyiq bo'lgan Tavratni zoya qilib o'tganligi va Iso alayhissalomga kufrlik qilganligining sababi bilan bundan ilgari loyiq bo'lgan bir g'azabdi. Hamda hozir Muhammad alayhissalomga iymon etmay Qur'onga kufrlik qilmagan ekan, ikkinchi qatim yana g'azabga loyiq bo'ldi. G'ayril mag'dubi alayhim va laddallin degandagi al mag'dubi alayhim, ya'ni g'azab qilinganlar shu yahudiylarni bildirdi o'sha oyatdagi. Va lil kafirina azabun muhin. Kafirlar uchun xor qilg'uchi azob bordir deydi. Hem keyingi oyat Alloh taolo deydi: "Estaizu billah va idza qila lahum aminu bima anzalallohu qalu nu'minu bima unzila alayna va yakfuruna bima wara'ah wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin." Ularga Alloh nozil qilgan kitobga, ya'ni Qur'onga iymon keltiringlar deyilsa, ular o'zimizga nozil qilingan kitobga, ya'ni Tavratga iymon keltirmaymiz deydi. Uningdan keyingi kitobga, ya'ni Qur'onga ishonmaydi. Halbuki u, ya'ni Qur'on haqdir. Ularning qo'lidagi kitobni tasdiq qiluvchidir. Ularga sizlar Tavratga ishongan bo'lsanglar, ilgari nima uchun Allohning payg'ambarlarini o'ltirdinglar degan. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللّٰهُ Allah nazil qilgan Qur'onga va Qur'onning boshqa kitoblarga iymon etinglar deyilsa, ular bizga nazil qilgan narsaga iymon etmaymiz deydi.
Yani Tevrat'la iman etmez ekan. Bunun qarta Alloh taolo deyotidi va yakfuruna bima varo'a. Unda bo'lsa ular holbuki ular kufrlik qiladi uning orqasiga narsaga. Ya'ni shu Tevratning boshqasiga va Tevratning keyingi Qur'onga kufrlik qiladi deydi. Va huval haq. Holbuki bu Qur'on haqdir. Tasdiq qilguchidir ularning tarafidagi Tevratni. Musaddiqo degan ta'kidlaguvchi hol deydi. Tasdiq qilguchi holatdagi demoqchi. Va huval haq bo'lgan ekan, o'sha haqni tasdiqlab kelganda, shuni ta'kidlaydigan hol demoqchi bu yerda. Musaddiqo degan. Ular qarta aytqani Muhammad alayhissalom unda bo'lsa nima uchun sizlar ilgari Allohning payg'ambarlarini o'ldirdinglar? Agar mu'min bo'lsanglar. Endi Tavratga iymon etmaymiz, Tavratga iymon etamiz, Qur'onga iymon etmaymiz deyapsizda. Agar Tavratga iymon etadigan bo'lsanglar, Tavrat sizlarni payg'ambarni o'ldirishga buyuramdi. Nima uchun unda bo'lsa ilgari Allohning payg'ambarlarini o'ldirdinglar demoqchi. Halbuki sizlar ilgari shu payg'ambarlarni o'ldirishdan to'silgan edinglar. Bu yerga deyilayotgan xitob payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning zamonidagi mavjud bo'lgan yahudiylar qarta deyilyapti deydi. Ularninki ota-bobolarining qilgan qilmishining sababidan. Yani ularninki shu Rasulullohning davridagi yahudiylarning ilgirki ota-bobolarining shu qilmishlariga rozi bo'lganligi uchun deydi. Rozi bo'lganligi uchun ashdan qarta ota-bobolarini boshqa qilgan deb xitob qilyapti demoqchi. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ Musa alayhissalom sizlarga mo'jizalarni olib kelgan edi. Hosiga o'xshash, qo'lga o'xshash va dengizning yerlig'iga o'xshash. Endi Musa alayhissalomning hosining mo'jizasi shu nosini dengizga ursa, dengiz yerilgan ayni. Qo'lini shu qo'yniga silib chiqarsa, qo'lidan shunday bir nur chaqnaydigan mo'jizani beribdi Alloh taolo. Mushta mo'jizalarni olib kelgan edi. Ondan sizlar mo'zayni iloh qilib oldinglar. Musa alayhissalom mushtaq mo'jizalarni olib kelib tursa-mu, sizlar uningdan keyin Musa alayhissalom Alloh taolo bilan so'zlashadigan joyga ketgandan keyin mo'zayni iloh qilib oldinglar. Sizlar ash mo'zayni iloh qilish orqali o'zinglar zulm qiluvchi bo'ldinglar deydi. Keyingi oyatda Alloh taolo deydi. Estaizu billah. Va iz akhadna mithaqakum va rafa'na fawqakum at-tur. ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. Öz vaqtida biz sizlardan Tevratga amal qilishga chin va'da olgan edik. Sizlarga men nozil qilgan kitobni mahkam tutinglar, bo'lmasa ustinglarga tog'ni tashlaymiz deb turtig'ini ustinglarga tildik va Tavratga quloq solinglar dedik. Ular so'zingga quloq soldik, amriga osiylik qildik deyishdi. Ularning ya'ni kufri tufaylidan dillariga mo'zayning muhabbati singib ketdi. Ularga agar sizlar mu'min bo'lsanglar, iymoninglar sizlarni ajab yomon ishga buyuriydi ekan-ku. Sizlar mu'min emas. Chunki iymon degan mo'zayga cho'qilishga buyurmaydi degan. Yine ve iz ahadna mithaqakum degan sizlardan Tavratdagi mazmunlarga, Tavratning ichidagi mazmunlarga amal qilish qarta chin ahd olgan edik va ko'targan edik sizlarning ustunlarga turtig'ini. Sizlar shu Tavratni qabul qilishdan boshlatgan chaqinglarda tog'ninki sizlarning ustunlarga tushib ketish uchun tog'ni shuna ko'tarib turdik. Ya'ni texmbek boshda atib qolsanglar tog' to'pinglar misol tushib ketdi demashida bu yerda. Ve degan edik xudu ma ataynakum bi quvva. Sizlar bu biz sizlarga ato qilgan narsani nihoyat kuch quvvat bilan tutinglar. Xudu ma ataynakum bi quvvati vasma'u. Ve Tevrat sizlar buyurilgan narsani qabul qilish tariqasida anglanglar degan edik.
Aşağıda desek sizler biz senin sözünü anladık, emrine asilik kıldık dinle. Dep aşağıda ola aşağıda etti demek için. Uşribu fi kulubihim al-acil degan ularning qalblariga mo'zayning muhabbati ichirildi. Yani mo'zayning muhabbati ularning qalblariga aralashib ketdi. Xuddi ichimlik qalbga aralashib ketgandek deydi. Shunday darajada mo'zayga muhabbat qilib ketdi, yaxshi ko'ribdi. Ularning kufrlik qilganligining sababi bilan aytgani Muhammad alayhisalom ularga sizlarning iymoningizga buyurgan narsa nimaga yomon? Ya'ni Tavratga iymon etib deysizlar. Bu iymon degan bu bir Allah nazil qilgan kitobga iymon etilgan iymon mo'jizaga ibodat qilish buyurumdi. Sizlarning bu iymonini buyurgan narsa nimaga yomon demoqchi men. Agar sizlar mu'min bo'lsanglar, ash Tavratga o'zinglar degandek o'zinglar gumon qilgandek ash Tavratga iymon etquchi bo'lsanglar, bu iymon sizlarni buyurgan narsa nimaga yomon. Bu yerdagi ma'no nima demoqchi desa, sizlar amaliyotda mu'min emas. Chunki iymon degan mo'jizaga ibodat qilishga buyurmaydi. Faqatla Allohga ibodat qilishga buyuruydi. Bu yerdagi maqsad ularning ota bobularidir dedi. Ya'ni oshunga o'xshash sizlar Muhammad alayhisalom davridagi yahudiylar deb atadimdi. Sizlarmi Tavratga iymon etuvchi emassizlar. Chunki sizlar Muhammad alayhisalomni yolg'onga chiqardinglar. Iymon degan u Tavratga iymon etish Muhammad alayhisalomni yolg'onga chiqarishga buyurmaydi deydi. Chunki Tavratmi shu Muhammad alayhisalom ib kelgan kitobning Qur'onni Qur'onga iymon etishga buyuradigan bo'lsa, bu Qur'oni Karim Tavratni tasdiqlab kelgan kitob bo'lsa, mushuna turuqliq sizlar buni iymon etmadinglar, Muhammad alayhisalom yolg'on chiqardinglar demoqchi bu yerda. Alloh taolo hammalarni shu to'g'ri aqidaning ustida yashab, to'g'ri aqidaning ustida yurib ketishni nasib qilsin. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.